Tarelka bo'ladi katta. Yaltada, Qrim, Rossiya, Yalta. Kattaligi qanday bo'ladi? 24-yil. Mana shu xonada. Bundan avvalginchi katta bo'lsa kerak. Tappami? Qo'lda yasalgan bo'lishi mumkin. Zanch kichkina ekan. Aka 1 sekundda yo'q qoladigan narsani qo'lda yasab bo'ladimi hozirgi momentda? Yo'qib qolganini ham ko'rganmiz. Uchadi-yu. Uchgani ko'rganmiz. Suvda oldida yurgan-ku narsa. Raketalar ham ko'rganmiz. Toshda urush bo'ldi. Yo, endi mayli, u boshqa tema, lekin o'zga sayyoralarni qanaqa qurish? Toshda tarelka уже yaqin edi aka. U jam unaqa uzoq masofada emas. Chunki oldimda turgan insonlar ham qaragan. Videoga ham olingan. U vaqtda men ishda bo'lganman. Lekin odamlarni ko'rmagansiz ichidagi. Yo'q, jam unaqa detallarga emas. Kорабль то, что по-любому o'sha bilan tanlardik. Qanaqa kорабль? Qop-qora. Kорабльni ham ko'rganmiz. Uzoq emas dedim, u suvni yonida turgan u narsa. Prosta odamlar уже ko'rib bo'lgan.